Instagramni o'zini noodatiy videolari bilan portlatayotgan mashhur fitness bloger Eshton Xoll o'z sog'lig'i va hashamatli kun tartibi uchun yilga qancha pul sarflaydi? Aniq bilaman, bu summani eshitib hayron qolasiz. Birinchi bo'lib uyqudan turgandan so'ng og'zidagi lentani olib tashlaydi va bu lentani bitta qutisi unga $15 tushadi. Shundan so'ng litr $2,5 turadigan Saratoga suvi bilan yuzini muz bilan yuvadi va mashq qilishga otlanadi. Aytgancha, u ba'zida muzli vanna ham qabul qiladi va bunday vannalar bozorda $5,000 turadi. Mashg'ulotlarga keladigan bo'lsak, u shaxsiy trener uchun oyiga $3,000 maosh beradi va u doim o'zini haqiqiy atletik tanasini saqlashga harakat qiladi. U yeydigan proteinga boy ovqatlar ham har bir ovqatlanish uchun $20 ga tushadi. Xullas, bunday premium hayotda yashash Eshton Xollga yilga barcha xarajatlari, ya'ni mashinalar, yashash, uy va jamoat umumiy hisobda taxminan $1,000,000 ga aylanadi. Xo'sh, siz nima deb o'ylaysiz? Shuncha pul bunday hayot uchun arziydimi yoki yo'qmi? Fikrlaringizni kommentariyga yozib qoldirib, sahifamga obuna bo'lishni unutmang.